Bojxona organlari tomonidan sifati kafolatlanmagan va kontrafakt mahsulotlarni respublika hududiga noqonuniy ravishda olib kirilishi hamda aylanmasiga tizimli ravishda qarshi kurash olib borilmoqda. Bu borada tadbirkorlarning qonuniy manfaatlari himoya qilinib, ularning murojaatlari o'z vaqtida o'rganilmoqda. Xususan, Farg'ona shahrida faoliyat yurituvchi tadbirkor tomonidan uning mahsulotiga o'xshash kontrafakt mahsulotlar savdoga chiqarilishi natijasida savdo brendi va mijozlar ishonchiga salbiy ta'sir ko'rsatilayotganligi yuzasidan murojaati bo'yicha Farg'ona shahrida navbatdagi tezkor tadbir o'tkazildi. Viloyat bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida oldindan kuzatuvga olingan Farg'ona shahrida harakatlanayotgan fuqaro boshqaruvidagi Nexia 3 rusumli avtotransport vositasi to'xtagan vaqtda belgilangan tartibda ushlanib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Natijada mazkur avtotransport vositasida yo'lovchi sifatida harakatlanayotgan boshqa bir fuqaroga tegishli bo'lgan, xorijda ishlab chiqarilgan hamda bojxona rasmiylashtiruvdan o'tganligini tasdiqlovchi hech qanday hujjatlar bo'lmagan tovarlar borligi ma'lum bo'ldi. O'rganishlar davomida ushbu tovarlar chetdan noqonuniy olib kirilgan bo'lib, ekspertiza xulosasiga ko'ra mazkur biologik faol qo'shimchalar kontrafakt mahsulotlari ekanligi aniqlandi. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida umumiy qiymati 101 million so'mlik 230 donaga yaqin sifati kafolatlanmagan kontrafakt biologik faol qo'shimchalarning noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi. Mazkur holat bo'yicha ish materiallari sudda ko'rib chiqilib, kontrafakt mahsulotlarning yo'q qilinishi hamda huquqbuzarga nisbatan jarima jazosi belgilandi. Eslatib o'tamiz, kontrafakt mahsulotlarni tayyorlash, qo'llash, olib kirish, savdoga taklif etish, sotish, o'zgacha tarzda fuqarolik muomalasiga kiritish yoki ularni shu maqsadda saqlash qonunchilikda belgilangan javobgarlikka sabab bo'ladi. Muhammad Sidiq Usmonov, Ruxsor News informatsion dasturi uchun maxsus.